Elmurod Haqnazarov haddingizdan oshyapsizmi? Hozir Alisher og'alarga Jahongir Poziljonov piyoniga qo'shilasiz, dinozavrlaring bilan kelibsiz. O'shanda men dinozavr bo'lman. Sal haddingizdan oshibsiz. Hozir men rulga o'tiraman-da, sekin siz tomonga qarab yuraman. Ko'rasiz, kim nima dinozavrligini. Endi sizni ham jana qilmaymiz-ku, chumolisiz bosib o'tib ketishingiz mumkin. Oyoqni orasini o'rtasida aralashib yurmang, bosib olishi mumkin demaymiz-ku. Chista o'yin haqida gaplashamiz, sar bir-birimizga hurmat qilib. Ustoz yana noto'g'ri tushunyapsiz-da. Noto'g'ri tushunyapsiz. O'yin boshlandi ustoz. Kemaga tushgan joni bir, endi iloji yo'q. Men sizni birinchidan dinozavr deganim yo'q. Siz men uchun ajdarhosiz ustoz. Chumali deb tashayapsiz. Kechga ham bitta gapirgan gapingizga javob berasiz ustoz. Endi ayash yo'q. Endi ujani o'yin bo'ldi. Drujba ustoz endi baxa. Ko'pchilik uje hazil bo'lyapti deb o'ylayapti. Endi hazil yo'q usta. Endi hazil yo'q. Mana bu Barsach. Mana unisi mana. Realchi. Usta kechga gaplashamiz. Kim dinozavr, kim ajdarho, kim chumali.